Bugungi video obzorimiz Gentraga ideal komplekt yig'ib qo'ydi. Bitta tomosha qilasizlar. Mikrofonni Pioneer Z7250 ni tanladik. Atidan ochib qo'ydik, ko'rsanglar bo'ladi. Bu knopka orqali tok ulangandan keyin kiradi. Kerak emas paytda kiritib qo'yasizlar, kerak paytda chiqarasizlar. Unaqa monitor bo'ladi. Upakovkasini ko'rsataman. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana eng Pioneer ichida legendarniy, eng zo'r mikrofon hisoblanadi. Kolonkalar masalasida bu OKga bitta bunaqa Pioneerni mana bu duh komponentkasini qo'yib beradigan bo'lamiz. Oldeshuga bitta qaraysizlar. Duh komponentka bilasizlar, o'zining pishalkalari отдельный bo'ladi. Orqa tarafiga estradniy Tambix kolonkasi qo'yiladigan bo'ldi. Bitta ko'rasizlar. Bez usilitel shundoq qo'yilyapti. Bilasizlar, estradniy kolonka ovozi baland. Duh komponentka bo'lsa bas chiqarib turadi. Shu komplektda Gentraga shundoq qo'yiladi, ovozi prosta bomba bo'ladi. Narxlarini bitta aytib o'taman. Mikrofonimizni bugungi kunimizda $420. Pioneer kolonkamiz